kerak. O'sha imtihondan o'tib olsak, Alloh taolo bizni yo jannatga qaratib qo'yadi yoki alamli azobga tashlab qo'yadi. Shoshilaylik o'lim kelishlikdan oldin tavba qilishlikka. Shoshilaylik namozlarni vaqti o'tib ketishidan oldin namozlarimizni o'qib olishlikka. Ramazon ro'zasini haqqini ado qilib tutyapmizmi? Yo tutayotganimiz ochlikdan iborat bo'lyaptimi? Ko'zimiz ro'za tutyaptimi? Tilimiz ro'za tutyaptimi? Nafsimiz ham ro'za tutyaptimi? Bunga e'tibor qilaylik. Bizni o'zgartirsin tutgan ro'zamiz. Tarovehlarda necha rakat namoz o'qiyapmiz? O'sha namoz o'qigan paytda Allohning rahmati o'qilyapti, Allohning jannati o'qilyapti. Bu bizga ta'sir qilyaptimi? Ruhiyatimiz ozuqa olyaptimi? Bunga e'tibor qilaylik. Chunki ertaga muhtaram azizlar, ozgina fursatdan keyin birortamiz qolmaymiz. Tanadan jon chiqqandan keyin Alloh menga ozgina fursat bergan 2 rakat namoz o'qib olay desa qaytarib bermaydi. Alloh bir kun bergan ro'za tutib olay desa qaytarib bermaydi. Alloh bir daqiqa bergan butun mol dunyomiz sen yo'lingda seni rozi qilish uchun sadaqa qilib olay desa imkoniyat bermaydi bizga. Demak, bugun bor bizda bu. Bugun foydalanaylik.